Salom do'stlar, sizlar bilan Dalas Samava, ya'ni Dalas Marubjonov. Hop do'stlar, bugungi videomizda hamma kutgan o'sha ajoyib video bo'lyapti. Sizlarga aytgan edim, biz ham bir uchta agentlar ochish videosini qilamiz deb. Hop, mana o'sha kun ham keldi. Bizda 3 ta agent bor. Buni qanday yutdingiz degan savollarga mana bu yerda Dream Draftdan hop 225 ta olmosga ochib o'ynab mana bu yerda sezon pasdan o'tgan sezonda yutolmadik, lekin bu sezonda ochishga harakat qilamiz. Hop do'stlar, videoni albatta oxirigacha ko'ring, chunki mana bu yerda biz Yıldız, Arkaset va Sevilla kabi futbolchilarni tushirishga harakat qilamiz. Hop, mana bu yerda hozir Rare agent ochish bilan videoni boshlasak ham bo'laveradi. Hop, bizda transferlarimiz bo'libdi. Juda ko'p futbolchilarni mana transfer qilib, albatta futbolchilar kuchaytirish videosini hop kutalaring bo'ladi. Bu futbolchilarni sotib mana yetkazishlar to'plab yana bir chiroyli ajoyib video kutyapti sizlarni. Hop, agar shu joyga yetib kelgan bo'lsangiz, like va obunani bosib, kommentariyada omad so'zini yozib qoldiring. Chunki bunday chiroyli ajoyib videolar bizning kanalimizda. Hop, mana Rare agent ochamiz. Sanib tushib qolsa, Angliyalik ekan. Angliya 6-raqamda. Hop, passing yarim himoyachi bo'lsa kerak. Ball control Anderson chiqmoqda do'stlar bizga. Hop, bu yerda squad chaqirib olsak ham bo'laveradi shu yerga, lekin bizga kerak emas, futbolchilar keldi. Hop do'stlar, yaxshilab joylashib oling. Biz Dream Star 26 agentlarni ochishni boshladik. Hop, like va obunani bosgan bo'lsangiz, biz birinchi agentimizni ochamiz. Bismillah. Va braziliyalik Thiago tushmoqda bizga do'stlar. Hop, mana Thiagoning chiqib kelishlarini ko'ramiz. Do'stlar, Dream Draft ochganimda ham oxirgi Dream Draft'imda Thiago'ni bergan edi. Dream Draft ochib o'ynab sizlar ham yutinglar shu agentlarni. Darajalari ajoyib hujumchi. Thiago tushmoqda. Hop, o'ylari 91 bo'lgan, shot darajalari va satari ko'rsatkichlari 93 dan. Hop, buni tarkibimizga qilib joylashtirib olamiz. Hop, buni mana bu yerga joylashtirib ham bo'laveradi. Hop, navbatdagi agentimizni ochamiz demak. Bismillah. Bizga Kenan Yıldız yoki Arkasetlar tutun va Luis Suarez tushmoqda. Do'stlar, bizga ajoyib 12-futbolchi bo'lib tayinlangan, hamma tomonidan ovoz yig'ilib 12-futbolchi bo'lib qo'shilgan Luis Suarez. Ajoyib bu futbolchini ham tushirishni istagan edim. Ulardan biri tushmoqda. Hop, mana sharhlovchining so'zlari, mana 92 short darajalari, Ronaldoning hozirgi kartasidagi 92 shoti ham. Demak, biz oxirgi agentimizni ochishdan oldin hop do'stlar, mana bu do'stlarni ham joylashtirib olaylik bu yerga. Mana statistikalarni ko'rishingiz mumkin. Videoni to'xtatib shu joyda. Hop,
Endi bizga bu yerga DR Kaset yoki Sevillar tushsa yoki Kenan Yıldız tushsa yaxshi bo'lardi, chunki ajoyib hujumchilar tushdi. Ular yomon futbolchilar tushdi deb bo'lmaydi, ajoyib futbolchilar tushdi. Chunki bizda yarim himoyada yoki himoyada muammolar bor. DR Kasetlar yoki Kenan Yıldızlar ham bo'laveradi. Albatta Kenan Yıldızni kuchaytirishimiz mumkin, chunki undan 6 ta 100 chiqarsa bo'lyapti. Hop, demak do'stlar, sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'ying. Hop, oxirgi agentimizni ham ochamiz. Bismillah. Va bizga Berg tushmoqda. Norvegiyalik 6-raqamda yarim himoyachi kerak edi, muhtoj edik biz. Berg tashmayotgan bo'ldi. Hop, ajoyib. 85 ball kontrol va Patrick Berg tushmoqda. Buni ham o'z joyiga joylashtirib olamiz. Hop, Pogbani o'rniga joylashtirib chakani mana bunday qilganimizda bizda zairaga joylashib qolyapti. Suarez hamda Thiagolar. Hop, do'stlar, sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, agar syujetigacha ko'rgan bo'lsangiz albatta like bosib qo'ying. Kanalda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling. Hop, biz syujetda mana bu yerda taktika ochishimiz kerak, chunki biz yangi futbolchilar qo'shildi tarkibimizga. Shuning uchun taktikalarni ko'rib chiqamiz. Bizda taktika ochildi do'stlar, bu akkauntga hali taktika ochilmagan edi. Mana taktikani qo'yib qo'yamiz. Hop, shunda ham Suarez hamda Thiagolar zayrida qolmoqda. Albatta ularni asosiga tushiramiz. Mana do'stlar, klassik o'yinlar ham bizda qo'yib qoldi. 5 taga 7. Hop do'stlar, sizlarga video yoqqan bo'lsa albatta like bosing. Mana do'stlar, mana bu yerda stadionimizni ham ajoyib holatga keltirib qo'yganman. Mana bu tomoni bilan mana bu tomonni ham bu holatga keltirib qo'ydim. Endi stadionimiz ham sekin-asta kuchayib bormoqda. Do'stlar, mana bu yerda klassik playerga ochishimiz ham oz qoldi. Agar shuni bo'lsa ham shuni ham ochamiz va mana bu yerda bizning postdan bitta agent bersa, ikkalasini bitta video qilib albatta sizlarga taqdim etamiz. Keyingi videoni ko'rish uchun albatta like va obunani bosib qo'ying, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz keyingi videoni o'tkazib yubormaysiz. Sizlar bilan talasama va keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.